Hozir bitta yomon bir gap tarqalibdi. Buni yaxshi bilib olinglar. Ki iloji bo'lsa telefoningizga ham yozib olib xotinlarga tarqatinglar. Juda ahmoqona bir gap tug'ilibdi. Bir fatvo beribdi bir nodon. Nimamush? Qaynota qaynanaga xizmat qilish shariatda yo'qmish. Eriga itoat qilsa vojib bo'larmish u, qaynota qaynanaga ixtiyoriymish. Xolasa bitta savol beryapti. Mani deydi, qaynisinglim qaynogachalarim kelib, bitta o'g'illar bu kishi qaynanam kasal, shunga qarashligim menga vojibmi, yo'q vojib emasmi? Shunga qarashim kerakmi, yo'qmi desa javob beryapti bittasi. Yo'q, shariatda qaynanaga qarash vojib emas. Xohlasang qaraysan, bo'lmasa yo'q. Faqat eringga itoat qilishlik vojib deyapti. Qarang endi. Qaysi er, mana hammamiz onasiga qaramasa qaysi er rozi bo'ladi? Masalan, meni onamga ayolim qaramasa, Alloh asrasin, rozi bo'ladimi? Demak, er norozi bo'lsa, o'sha ayol qaynanasiga qaramaganligi uchun ham jannatga kirmaydi. Bu qanaqa bema'ni gap? Shu tarqada, telefonga qaynanaga qarash shart. Bu qanday? Bu nodon gap bu. Erini rozi qilish uchun birinchi navbatda ota-onasiga qarash kerak-ku axir.